Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, mini traktor ishqibozlari, akalar, ukalar. Bugungi videomizda korpusli katta traktorlarimizning aylanma puligi va 1105, 1100 zuburlarimizga, zubur turbolon motobloklarimizga tushadigan karchka kovlaydiganlarimiz va agregatlarimiz haqida gaplashamiz. Xo'p, videoni boshlashdan oldin manzilimizni aytib o'tamiz. Manzilimiz Toshkentdan Vodiyga kiraverishda. O'ng qo'ldagi Perevaldan tushirishlaringdagi o'ng qo'ldagi traktor magazinimizdan olib boryapmiz. Xo'p, bunimizda ikki korpusli puligimizda $950 qilib beryapmiz, kamini qilib beramiz. Xo'p, bunimiz qanday holatda ishlaydi? Mana bunday holatda silindrlari joylashgan. Mana silindrini ko'rishlaring mumkin. Tepa tomonida ikki korpus tomoni va pastida ham ikki korpus pulik tomoni bor. Bu orqaga inshoga mahkamlanadi, o'rnatiladi. Tayyor holatda shunday olib borib o'rnatasizlar va insho orqali aylantirasizlar. Xohlovchilar ko'pchilik vomga o'rnatgan. Vomga o'rnatilgan holatda ham ishlatyapti. Tepa balonlari va pastki balonlarni ko'rib turibsizlar, temirdan qilingan. Bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Xo'p, bunimizda 3 korpus qilib ishlatsalaring ham bo'laveradi. Ya'ni yoniga, orqasiga yana bitta mana shundan qo'shib 3 korpusli qilib olsalaring ham bemalol. Traktorlaringning quvvatlariga qarab ishlataverasizlar. 304, eng kami 304, 254 mini traktorlarimiz bemalol ishlataveradi akalar. Xohlagan razmerlaringga qo'yib ishlatishlaring mumkin. Narxini aytib o'tdim, $950 kamini qilib beramiz. Xo'p, bunimiz mana $600 kartoshka kovlaydiganimiz, ko'rishlaring mumkin. Insholi ko'tarib tushiradigan va orqa reduktorning o'rniga o'rnatiladi. Reduktorning o'rnida mana ichki sepiga ichki buni charxi bilan unikini charxi moslashadi, bir-biriga kiyishadi. Shuni hisobiga mana bu dastak orqali o'ngga chapga surganlaringda bemalol traktorda oldinga harakatlantirganlaringda ishga tushadi. Yonida mana seplarigacha bor. Seplarini ko'rib turibsizlar, baquvvatligini akalar. Oddiy sepdan qo'yilmagan bo'ladi. Shuning uchun oddiy sepdan qo'yilmaydi. Nimaga? Sabab bu nagruskada ishlaydi. Nagruskada ishlangan holatda sep agar jinday nozillik qiladigan bo'lsa, uzilib ketib qolishi mumkin. Sizlarga yana ancha qo'shimcha muammo ish bo'ladi. Shuning uchun baquvvatroq sepdan qo'yilgan. Xo'p, bunimizni narxini aytib o'tdik, $600 qilib beramiz. Bo'lishi akalar. Xo'p, $10, $20 kamini qilib beraman. Endi ikki korpusli oddiy puligimiz $200 dan qilib beryapmiz. Sizlarga o'tib beraman buni ham kamini qilib beramiz. Ikki korpusli xohlovchilar 1125, 1135 zuburlarga qo'ysalaring ham bo'laveradi. Ya'ni mana ko'k traktorimizga vidushiga qo'yib qo'yganmiz. Faqat orqasi tortadigan ham tortaveradi. Faqat oldi orqa tortadiganlar emas, orqasi tortadigan, faqat ot kuchi jinni kattaroq bo'lishi kerak. $200 kamini qilib beraman buni. Va eng oxirgidagi chizilimiz, samodelniy chizil o'zimiz yasatganmiz. Agatga bemalol tushaveradi. 304, 254, 404, 504 traktorlarimiz bemalol ishlata oladi akalar. O'zimiz samodelniy qilib yasatganmiz. Uzunligi 2 metrga yaqin. Ko'rib turibsizlar, 2 metr oshiq ham chiqadi. Aniq o'lchamini bilmayman, lekin agatga bemalol tushadi. Agatga tushadigan chizilimiz mana ko'rishlaring mumkin, legirovka qilinaveradi. Xohlagan o'lchamda qo'yib ishlatishlaring mumkin. Buni narxini $350 qilib beramiz akalar. Endi o'zlaring so'mga urib yuborasizlar. Ko'pchilik kommentariyada yozadi, so'mga urib aytsangiz bo'lmaydimi? So'mda aytsangiz yo'q, so'mga ko'paytirib o'zlaring hisoblab olaverasizlar. Biz hammasini so'mda aytgani, to'g'risi qog'oz kurslarimiz o'ynaganning hisobiga qog'ozda aytamiz. Shuning uchun so'mga urib hisoblab ko'rishlaring mumkin. Mana shu agregatlarimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, to'liq ma'lumot videoning tagidagi nomerlarimizga murojaat qilsalaring to'liq ma'lumotni beramiz.